Hammaga salom. Avto Prestige obunachilari. Bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Ayto Series 7 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimiz to'liq gibrid avtomobil bo'lib, ichki salon qismlari qora, потолок молочный расцветкаdan foydalanilgan. Также avtomobilimizda head-up display, informatsion tablo, Face ID, o'zini katta monitori, besprovодной zaryadkalari ham mavjud. Avtomobilimizning orqa qismlariga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham juda ham keng. Bagajni o'zi 430 litrni tashkil qiladi. Panorama tomi bo'ladi. Xo'p, agar kimga bu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizga istalgan avtomobilni mana shu Avto Prestige kanali orqali xohlagan model avtomobilingizni topsangiz bo'ladi. Hamma avtomobildan nalichida bor. Tajriba ko'pchilik qiziqqan mana shu off-road avtomobil kerak bo'ladi desa, mana bu yerda off-road avtomobil Changan Deepal G318 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimizning narxini 32 ming deb baholadik. Agar mana shu videoni ko'rsatib keladigan bo'lsangiz, bu avtomobilni sizga 31.800 ga qilib beramiz.